Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Yaqindagina nihoyasiga yetgan 2021-yil kosmologiya sohasida ham muhim sanalardan biri sifatida tarixda qoldi. O'tgan 2021-yilda bir qator fazo apparatlari koinotga uchirildi. Yana bir qanchasi boshqa sayyoralarga qo'ndirildi. O'tgan 2021-yilni kosmologiya sohasidagi eng muvaffaqiyatli yillardan biri sifatida e'tirof etish mumkin. Ushbu dasturimizda 2021-yilda amalga oshirilgan eng muhim parvozlar va kosmologiya sohasida erishilgan yutuqlarni havola qilamiz. – 2021-yilda bir yo'la 3 davlat Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy va Birlashgan Arablar Amirligi Marsga o'z apparatlarini yetkazishga muyassar bo'ldi. 18-fevral sanasida NASA o'zining navbatdagi marsaxodini Marsga muvaffaqiyatli qo'ndirdi. Perseverance nomi bilan ataluvchi Marsda yurar rover Jezero krateriga qo'ndirildi. Perseverance o'zidan avval Marsda faoliyat olib borayotgan Curiosity marsaxodiga qiyofadosh sifatida tayyorlangan bo'lsa-da, ko'plab yangi jihozlar bilan jihozlangan. Jumladan u Marsda sun'iy kislorod tayyorlovchi uskuna bilan ta'minlangan. Perseverance 2021-yilda Mars sathida 3 kilometrga yaqin masofani bosib o'tdi. Perseverance Jezero krateri qachonlardir suv bilan lim-molim to'lganligini aniqladi. Ushbu yilning 9-fevralida Birlashgan Arablar Amirligining Al-Amal nomli fazo apparati Mars sayyorasiga tashrif buyurdi. Amirliklarning ushbu apparati Marsning sun'iy yo'ldoshiga aylanib, sayyorani 2 yil davomida o'rganib boradi. Hozircha Al-Amal Marsning kunlik va fasliy ob-havosini o'zgarishini tahlil qildi hamda Marsning shimoliy qutbida katta miqdordagi muzli vodorod tojini aniqladi. 2021-yilning 10-fevralida Xitoy o'zining Tianwen 1 dasturi doirasida Chujun nomli Marsda yurar roverini Mars sayyorasiga yetkazdi. 14-may sanasida esa roverni sayyora yuzasiga qo'ndirishga muyassar bo'ldi. Bu bilan xitoyliklar Sovet Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin Marsni ishg'ol etgan 3-davlatga aylandi. Chujun hozirgacha Yerga gigabaytdan oshiq ma'lumotlarni, Mars panoramalarini yubordi. 2021-yilning martida Yaponiyaning Astrosky kompaniyasi kosmik tozalovchi LCD qurilmasini koinotga uchirdi. Apparat koinotdagi ko'plab kosmik chiqindilarni muvaffaqiyatli tuta oldi. Bu bilan missiyaning birinchi sinov bosqichi ijobiy yakunlandi. Endilikda kompaniya boshqa bir qator kompaniyalar bilan hamkorlikda koinotni kosmik chiqindilardan xalos etishni keng ko'lamda yo'lga qo'ymoqchi. NASAning Perseverance roveri Marsga yolg'iz qo'ngani yo'q. U bilan birgalikda Ingenuity nomli vertolyot droni ham Marsga yetkazildi. Dron 19-aprelda birinchi parvozini amalga oshirdi. Ingenuity droni 2021-yilda 18 marta havoga ko'tarilib, Mars osmonida jami bo'lib 30 daqiqa parvoz qildi va bu vaqt davomida 3,5 kilometr masofani uchib o'tdi. Shu tariqa Ingenuity boshqa sayyora sathidan samoga ko'tarilib, uning osmonida parvoz qilgan birinchi apparatga aylandi. 2021-yilda Xitoy koinotni zabt etish borasida AQSh va Rossiyadan keyingi 3-yirik davlatga aylandi. Xitoy o'tgan yilda o'z kosmik stansiyasini qurishda katta qadam tashladi. 2021-yilning 29-aprelida stansiyaning Tianhe modulini koinotga uchirdi. Shu yilda 3 nafar xitoylik astronavtlar stansiyada bo'lib qaytdi va 4 marta ochiq koinotga chiqishdi. 2021-yilda NASAning Parker Solar zondi soatiga 532 ming kilometr tezlik bilan Quyosh atmosferasiga kirdi. U Quyosh yuzasiga 10,4 million kilometrgacha yaqinlashdi. Zond tomonidan uzatilgan ma'lumotlarning tahlili uning Quyosh tojidan o'tish uchun yetarlicha yaqin kelganini tasdiqladi. Ushbu yilda kosmik turizm jadal sur'atlar bilan rivojlandi. Bir yo'la 3 ta xususiy aerokosmik kompaniya fuqarolarini koinotga olib chiqdi.
2021-yilda Virgin Galactic kompaniyasi xo'jayini Richard Branson va Blue Origin kompaniyasi xo'jayini Jeff Bezoslar o'z kompaniyalari tomonidan tayyorlangan fazo kemalari yordamida suborbital parvozlarni amalga oshirishdi. Blue Origin kompaniyasi 2021-yilda 3 marotaba turistlarni koinotga olib chiqdi. SpaceX kompaniyasi ham bu borada chetda qolmadi. SpaceX kompaniyasi Inspiration 4 missiyasida Crew Dragon kemasida 4 nafar turistni koinotga olib chiqdi va qariyb 3 kun yer atrofida parvoz qildi. ...2021-yilda ko'plab muvaffaqiyatsizliklar va portlashlardan so'ng SpaceX kompaniyasi raketalarining birinchi bo'g'inini yerga muvaffaqiyatli qo'ndirish va ulardan yana qayta foydalanishni ustidan chiqdi. Bundan tashqari SpaceX kompaniyasi dunyoni global internet sistemasi bilan ta'minlash dasturi doirasida 1000 ga yaqin Starlink sun'iy yo'ldoshlarini orbitaga olib chiqdi va ularning umumiy sonini 1,5 mingtaga yetkazdi. NASA 2021-yilning oktyabrida Lucy kosmik apparatini koinotga uchirdi. U Yupiter yaqinidagi bir nechta asteroidlarni o'rganish uchun 12 yillik sayohatga chiqdi. Qurilma Yupiter orbitasida odatda yunonlar va troyonlar deb ataladigan ikkita asteroidlar klasteri o'rtasida harakatlanib, kamida 8 ta asteroidga tashrif buyurishi rejalashtirilgan. Shu yilning kuzida NASA SpaceX kompaniyasi bilan hamkorlikda DART nomli apparatni koinotga uchirdi. U Dimorf asteroidi tomon 6,5 km/sekund tezlik bilan parvoz qiladi hamda asteroidning harakat yo'nalishini o'zgartirish uchun u bilan to'qnashadi. Astronomlar bu to'qnashuv orqali samoviy jismning orbitasini sun'iy yo'l bilan qanday o'zgartirish mumkinligini o'rganishadi. Olimlarning fikricha, kelajakda Yerni unga yaqinlashib kelayotgan asteroidlardan kosmik kemalar yordamida himoya qilish mumkin bo'ladi. DART kosmik kemasi bu borada tez sinov vazifasini o'tab beradi. ...2021-yilda Xalqaro kosmik stansiyasi yanada kengaydi. Jumladan 2021-yilda Rossiya o'zining Prichal va uzoq kutilgan Nauka modulini Xalqaro kosmik stansiyasiga bog'ladi. Nauka moduli iyul oyida Xalqaro kosmik stansiyasiga yetkazilgan bo'lsa, Prichal moduli shu yilning noyabrida Xalqaro kosmik stansiyasiga bog'landi. ...2021-yilning eng muhim voqealiklaridan biri bu James Webb teleskopining uchirilishi bo'ldi. Koinot shaydolari va mutaxassislar tomonidan uchirilishi intiqlik bilan kutilgan teleskop kelajak teleskopi bo'lishi kutilmoqda. Kattaligi tennis korticha keladigan, ko'zgusining diametri 6,5 metr bo'lgan James Webb teleskopi infraqizil nurlar bilan faoliyat olib boradi. James Webb teleskopi buyuk portlashdan so'ng paydo bo'lgan ilk yulduzlar va galaktikalarni aniqlaydi. Hattoki undan o'zga sayyoralarda hayot bor yo'qligini aniqlab berish ham kutilmoqda. Dastavval teleskop 2007-yilda uchirilishi rejalashtirilgan, ammo teleskop parvozi 14 yilga cho'zilib 2021-yilning 25-dekabr kuni amalga oshirildi. ...2021-yilda astronomiya sohasida yana ko'plab yutuqlarga erishildi va ko'plab yangiliklar qilindi. Bundan tashqari ko'plab fazoviy hodisalarni kuzatishga imkon bo'ldi. Umid qilib qolamizki, kirib kelgan yangi 2022-yilda ham barcha sohalar bilan bir qatorda astrologiya sohasida ham ko'plab yutuqlar va kashfiyotlar qilinadi hamda ko'plab parvozlar amalga oshiriladi. Sizlar bilan Olam TV kanali bo'ldi. Video manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga a'zo bo'ling va yangi videolarimizni o'tkazib yubormang. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.